Bu qishloqdagilar juda ahil va inoq bo'lib yashashar edi. Lekin kunlardan bir kun ularni qishlog'iga bir player bostirib keldi va aytdi: "Xo'sh, bu qishloq juda ham ajoyibga o'xshayapti. Let's go. Bu qishloqni bosib olsammikan-a? Yo'q-mayo, ustaxonalari bor ekan. Qochib qol. Xo'sh. Yo, bunday ishlab bo'yaptimi? Короче, bu yerda egasi kim? Bu yerda qayga voy? Oxirigacha gap so'rab olay. Bu qo'yakansiz. Suring. Shu qilich bilan yayib tashardim-u boru. Mayli, boshqasi bilan so'rayman. Xo'sh, aka, bu yerda eng kattasi kim? Ya'ni bu qishloqning egasi kim? Bu qishloqning egasi bitta golem bo'ladi. Juda ham katta, baquvvat. Короче, ashun. Hopdi. Shu gapim endi. Bu qishloqning egasi men bo'lmoqchiman. Let's go. Qamsan golem. Va u golemni izlab yo'lga otlandi. Balki shu yoqdadir. Ketib yo'qqa. Shu payt golem mana bu tomonda aylanib yurgan ekan. Meni kim urishdi? Shu payt men uni ko'rib qoldim. Voy, o'rin juda ham ochiq. Ikkita snake devordim. Yo, ana golem. Ey. Qishloq kattasi sizmisiz? Qishloq kattasi men bo'laman-da. Sen kimsan? Yaqinda keldingmi? Muomalani qaranglar buni. Hozir sizga bir taklif beraman. Yo o'ldiraman yoki sizni qamoqqa solib qo'yaman. Qaysi biri? Menga qo'ling yetib kuchayapsanmi? Albatta, osonki. O'ltirdi. Xo'sh, qishloqlarim, nima kelish? Senlarni bossingni endi men o'ldirdim. Demak, endi men shohman. Va bu qishloqni men endi boshqaraman. Undan ham katta bossman. Qan? Yo'q. Qan ko'rsat. Qan o'sha boss. Yoningda turibdi. Iya, shumi? Shu qorbola-ya? 3 deganda o'lib ketadi bu. Maka. Tomiya. Mana endi u ham o'ldi. Ko'rsatayım. Yasharmi emas. Mana ko'rmayapti. Mana endi bu qorda otib boraman men o'yapti. Endi shanishdingmi? Endi katta bo'lsang menman. Bugundan boshlab ketdi. Xo'sh. Va u o'zini kitobini yaratdi. Bu yerga o'zini ismini yozib qo'ydi. Va u o'z haykalini qurdirdi va qishloqqa o'zini komand blokini yashirish uchun kichkina bo'lsa ham qasr qurdirdi. Va bu qasrda komand blok bor edi. Bilasanmi? Solihlarni ber. Yo'qmi, hech kim yo'q. Mayli, solih mavsumida ancha pul ishlab topdim bolalar. Shuncha pul ishlab topdim, короче. Endi biz birinchi kunda uddaladik.
Endi borib uxlayman. O'rnimdan turdim, korоче. Qishloqda hech kim ko'rinmayapti. Menimcha ular qochib ketishgan deb o'ylayman. Mayli. Endi ikkinchi kunda bugundan boshlamaymiz.